Assalomu alaykum. Mening o'zimning nomimdagi YouTube kanalimni yana bloklab o'chirishdi. Mamlakatimiz siyosiy hayotidagi g'oyat muhim tadbirlar oldidan har yili YouTube kanalimni bloklab o'chirishadi. O'tgan 2023-yil aprel oyida biz mamlakatimizda Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik Demokratik partiyasini tuzib imzolar yig'ish ishlarini e'lon qildik. 30-aprelda referendum edi konstitutsiya bo'yicha. Va 9-iyulda prezident saylovi edi. Biz mana shu aprel oyida 2023-yil partiyani tuzib imzo yig'ishlarini e'lon qilganimizdan keyin may oyini boshida YouTube kanalimni bloklashdi va o'chirishdi. Endi mana 2024-yil yana biz Xaloskor xalq partiyasi tuzishni e'lon qildik. 27-oktyabrda Oliy Majlisga va mahalliy kengashlarga saylovlar bo'lib o'tadi. Mana yana bu yil ham mening YouTube kanalimni yana bloklashdi va o'chirishdi. Xullas har yili muhim siyosiy tadbirlar oldidan YouTube kanalimni o'chirishga muvaffaq bo'lishyapti. Nima uchun biz aynan mamlakatimizdagi mana shu muhim siyosiy tadbirlar oldidan mana konstitutsiya bo'yicha referendum, prezident saylovi, mana bu yil Oliy Majlis va mahalliy kengashlarga saylovlar oldidan biz ham partiya tuzib imzolar yig'ishni e'lon qilamiz. Gap shundagi muhim tadbir, siyosiy tadbirlar oldidan xalqimiz oqni oq, qorani qoraga yanada ajratishga imkon bo'ladi. Mana biz imzo yig'ish jarayonimizni ko'radi. Prezident saylovi, Oliy Majlisga bo'yicha nomzodlar uchun yig'iladigan imzolarni ko'radi. Qanday imzolar yig'ilayapti? Biz qanday yig'ayapmiz? Kaltaklar tagida, bosimlar tagida prezident saylovida nomzodlar qanday imzo yig'ayapti yoki mana 27-oktyabrda bo'ladigan Oliy Majlisga, mahalliy kengashlarga bo'ladigan saylovlarda qanday bu partiyalar imzolar yig'adi? Xalqimiz o'zi ajratib oladi deb mana shunday tadbirlar oldidan biz ham partiya tuzib imzolar yig'ishini e'lon qilamiz. Endi savol, nima uchun har yili mening YouTube kanalimni bloklab o'chirishga bular muvaffaq bo'lyapti? Sabab nimada? Sababi shuki, biz 2 marta tuzgan va 3-marta tuzishni e'lon qilgan partiyaning bosh g'oyasi mana shu mamlakatda 33 yildan buyon hukm surib kelayotgan yakka hokimlikka bizning g'oyamiz muqobil g'oya. Biz yakka hokimlikka, yakka shaxsning hukmronligiga qarshimiz. Muqobil g'oya ne taklif etyapmizki, erkin, adolatli jamiyat quraylik. Qonun oldida hamma bir xilda javobgar va teng bo'lsin. Davlatchiligimiz milliy qadriyatlarimizga asoslangan holda qonun ustuvor bo'lgan erkin jamiyatni quraylik deyapmiz. Mana 33 yildan buyon yakka hokimlik hukmronligi tuzum mamlakatimizni, xalqimizni qanday ahvolga olib keldi? Biz muqobil g'oyani partiyamiz 2 marta tuzgan, 3-marta tuzishni e'lon qilgan partiyamizning bosh g'oyasi
yakka shaxsning hukmronligi, hokimiyatni o'z qo'lida, barcha hokimiyatni jamlagan boshqaruvga, Mirziyoyevning siyosatiga biz muqobil g'oya tashlayapmiz va mavjud tuzumga, mavjud siyosatga biz qarshimiz. Bu tuzumni o'zgartirishimiz kerak, qonuniy asosda deyamiz. Yakka shaxsning boshqaruviga, yakka hokimlik faoliyatiga chek qo'yishimiz kerak qonuniy asosda deb maydonga g'oya tashlayapmiz. Va shuni g'oya atrofida xalqimizni birlashtirib, erkin, adolatli, qonun ustuvor bo'lgan, qonun oldida hamma bir xilda javobgar, teng bo'lgan jamiyatni quraylik, rivojlanish, taraqqiyotni, yuksalishni ta'minlaylik. Xalqimiz erkin, farovon hayotga erishsin. Avlodlarimiz rivojlangan mamlakatlar kabi erkin, kamol topsin, farovon yashasin, g'am g'ussada emas deyamiz. Shuning uchun biz mavjud avtoritar rejimga, yakka hokimlikka, hokimiyatni bitta shaxs qo'liga jamlagan tuzumga qarshimiz. Bu tuzumni biz o'zgartirishimiz kerak. Qonuniy asosda o'zgartirishimiz kerak, erkin saylovlarga erishish orqali deb kelyapmiz 5 yildan buyon. Ana o'shaning uchun har yili meni YouTube kanalimni bloklashadi, o'chirishadi. Mana hozir yangi kanal qaytadan tashkil etdik. Mening o'zimning nomimda Xidirnazar Alloqulov lotin harfida yangi kanalni ishga mana tushirdik.